Sizlar ham videolarda ko'rib yoki magazinlarga, bozorlarga borib, gilomlarda yoki metrajlarda kvadratiga narxlarni eshitib zerikdingizmi? Aynan shu ko'rib turgan video siz uchun. Assalomu alaykum YouTube, assalomu alaykum YouTube ishqibozlari va bizlarning hurmatli obunachilarimiz. Ko'pchiliklar talab va istaklariga binoan bugundan boshlab inshaalloh metrajlarni metriga va tayyor gilomlarni turish razmeriga inshaalloh narxlarni aytib o'tamiz. Siz o'ylagandan arzon aytayotgan bo'lsak, like bosib obuna bo'lib qo'yasiz. Xo'p, bundan tashqari bizdan kelib ko'rib xarid qilayotganlar, hammalaring kattakon rahmat. Yoki onlayn bizdan zakaz qilayotganlar, olgan buyumlar yaxshilikka ishlatinglar inshaalloh. Xudo xolasa homiylar tomonidan berilayotgan sovg'alarni ham qo'ldan kelgancha qilib beryapmiz. Undan tashqari o'zimiz tomonidan beriladigan hadyalarimizni ham beryapmiz. Videoda o'tkazmasdan ko'ring, bugun qalin gilomlarni qo'yamiz. Narxlariga va razmerlariga, sifatiga inshaalloh baho berib qo'yasizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish ham eslangdan chiqmasin. Xo'p, razmerlari kattaroq razmerdan boshlaymiz inshaalloh. Hovli uylarga tushadigan, misol uchun 3,5 metrga 6 metrlik. Ko'pchilik bu gilomni narx-navosini aytganimiz ekan, videoda ko'rib kelib, men videoda qalin gilom ko'rgandim. Videoda qalin gilom ko'rsatgansizlar, boshqa shunaqa gap so'zlar bo'lyapti. 100% aytilgan, ko'rsatilgan narsalar qilib beramiz. 100%. Endi telefon bilan real hayotda nisbatan ko'zga boshqacha tuyulishi mumkin. Videolarda hammasida aytganmiz. 50%, 60% skidka deyapmiz. Qo'ldan kelgancha arzon qilib beryapmiz, narx-navo deyapmiz va inshaalloh atrofdan ko'ra bitta gilomiga 200 ming, 300 ming so'm, eng prostoy gilomiga ham arzon qilib beryapmiz. Xo'p, bundan tashqari hamma videolarda aytyapmiz, ko'rsatgan gilomlarning kachesini ham ro'zg'orbob yoki qalinroq yoki sebbob yoki alohida mehmonxonaga ham deb tushuntirib o'tyapmiz. Shunga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Razmerlari 3,5 metrga 6 metrlik bo'ladi. Kachesivalari o'rta hol, ro'zg'orga ishlash uchun qulay. Orqalari 100% to'qimali. Firmasini ham yashirib o'tirmaymiz. O'sha o'zimizni TGS zavod ishlab chiqarilgan. Orqalari 100% to'qimali bo'ladi. Bular qoplamali gilom emas. Bemalol yuvib ishlasangiz bo'laveradi. Shu aytib o'tganimizdek, gilamlarni yuvganda kirishi yoki tivitlashishi yoki boshqa bunaqangi narsalar bu zavodda aybi emas. Inshaalloh nima desa bo'ladi? Sifat darajasiga qarab hamma zavodniki ham puliga yarasha xizmat qiladi. 3,5 metrga 6 metrlik gilamni ko'proq ko'rsating. 3,5 metrga 6 metrlik bo'ladi. Eng prostoy metrajni olsangiz ham 200 ming so'mlik. Endi bu ko'rsatayotganimiz 200 ming metraj kasbasidan emas. 200 ming so'm metrajni olsangiz ham 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Bizga obuna bo'lib kelgan mijozlarimiz uchun ushbu ko'rib turgan 6 metrlik gilomlarni narxini 1 million 20 ming so'm qilib beramiz. 3,5 metrga 6 metr bo'ladi. Xo'p, keyingi razmerimiz 3,5 metrga 5,5 metr bo'ladi. Bozorlarda shu 5,5 metrligi ham 1 million 300 mingni pastida sotilmaydi shu ko'rib turgan gilomlaring. 1 million 300 ming so'mni pastida qiyin. Sabab kunda bitta, ikkita yoki 3 ta gilom sotadigan odamga 1 million 200, 1 million 300 mingni tevasida sotmasa qoplamaydi bu gilomlar. Keyin nimasi bo'ladi? Zavoddan premi olish bor, shunaqangi yana boshqa narsalar. Keyin reklama uchun bloger, boshqa narsalarda ham rasxodlar mindiriladigan bo'lsa 1 million 300 ming, 1,5 million so'mgacha sotiladi shu ko'rib turgan gilomlaring. Narxini shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, agar siz o'ylagandan arzon aytgan bo'lsam, like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz. Biz endi ko'rib turgan bo'lsangiz, narxi ataga 950 ming so'm bo'ladi. 3,5 metrga 5,5 metr. Narxlar 100% bo'ladi. Bizda aldov yo'q. Inshaalloh bizdan kelib ko'rib xarid qilishyapti yoki telefon orqali xarid qilgan mijozlarimizga har xil vajlar bilan bu boshqacha deyilgani yo'q. 100% aytilgan narxlarda sunnatiga inshaalloh o't beryapmiz va hadyalarni ham 100% beryapmiz. Kimdir shunaqangi fikr bo'lishi mumkin yoki negativlar ham bo'lyapti. Negativ bor joyda inshaalloh o'sish bo'ladi. Men xursandman. Borgandan keyin narxlar amal qilmaydi. Bular yolg'on gapiryapti. Inshaalloh shunday ekan, inshaalloh kelinglar. Bizda aytilgan narxlar qilib bermaydigan bo'lsa, keyin bemalol xohlasalar video qilib qo'ysalar ham bo'laveradi. Lekin bizdan kelib ko'rib, aytilgan narxlarni ko'rib, o'sha uzoq joydan kelayotgan mijozlarimiz ham bor. Bugun Andijondan akalarimiz keldi, ertalabda opamiz keldi. Bundan tashqari yana boshqa viloyatlardan ham kelishdi. Qo'qon, Rishton, Oltiariq ko'proq Qo'qon o'tib ketyapti atrofdan nisbatan. Qo'qon shahri nihoyatda qalin gilomga nimasi bo'ladi.
xarid bo'yicha eng qalin gilomlarda Qo'qon va Andijon tomon nomerading bo'lib turibdi. Hammalaringga kattakon rahmat. Bizdan kelib ko'rib xarid qilayotganlar yozib qo'yinglar. Haqiqatan narx-navolar aytilganidek bo'lyapti. 3,5 metrga 4,5 metr razmeri. Narxini oldingi videolarimizda biz muntazam kuzatib turgan obunachilarimiz biladi. Shu ko'rib turgan razmerlarning 1 million 100 ming, 1 million 200 mingdan 1,5 million so'mgacha ham sotilgan va hozir ham magazinlarda yoki bozorlarda sotilyapti. Bizga obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga narxini oldingi videolarimizda 850 ming qo'yganmiz. O'sha aytib o'tganimizdek, bundan oldingi videolarimizda aytganmiz 15-dan 25-gacha bunaqangi hadiyalarni beryapmiz. Bu hamkorlar tomonidan deganmiz va biz ham martga martmiz deydi. Shuni singari 3,5 metrga 4,5 metrlik razmerimizni 750 ming so'm qilib beramiz. Soni inshaalloh bemalol 25-gacha yetadi. Xotirjam razmerlarni o'lchab kelaverasizlar. Bundan tashqari boshqa razmerlari ham bor. Qolgan razmerlariga ham xohlasalar metrga, xohlasalar kvadratiga aytib hisoblab beraveramiz. Xo'p, keyingi razmerimiz endi qalin gilomlarga o'tamiz. Hozir ko'rsatayotgan gilom bunga nisbatan 2 barobar qalin va materiali ham 2-3 barobar toza kassivin gilom hisoblanadi. Turishiga narxini aytaman. Videoni o'tkazmasdan xotirjam ko'ring. 3,5 metrga 5,5 metr. 100% paxta polisterli, ikki tomondan ikki xil to'lanadigan, hamma xohlagan koja popuylari bor. Yurganda o'ta ham muloyim bo'ladi materiali bulardi. 1 kvadrat metrini 145 ming so'm qo'yganmiz. 1 kvadrat metrini 145 mingdan. Ko'pchilik o'ylandi, kvadratga biz tushunmaymiz. Xo'p, kvadratiga ham hisoblamaymiz va narxini 145 ming ham demaymiz 1 kvadratni. Ushbu ko'rib turgan razmerlarning kvadratiga hisoblasangiz 16,5 kvadrat bo'ladi. Men turishning narxini aytaman. 1 million 800 ming so'm qilib beramiz. 3,5 metrga 5,5 metr 100% paxta polisterli. Ushbu aytilayotgan narxlar faqat 25-gacha amal qiladi. Xo'p, keyin razmerimiz 3 metrga 6 metr. 3 metrga 6 metr. Materiali polipropilen bo'ladi, ko'proq yuriladigan, ustiga og'irroq mebellar, shunaqangi stol stullar qo'yiladigan, bemalol og'ir narsalarni ham ko'taradigan yoki misol uchun spalni xonaga solinadigan bo'lsa, misol uchun mana shu kassavadagi gilom. Hozir ko'rsatgan 3 metrga 6 metr ko'proq uzunroq dalizlarga tushadi. Misol 3,5 ga 5 razmerni spalni xonaga qo'yadigan bo'lsa, ustiga qo'rqmay mebel qo'yishaverasiz. Sababi material polipropilen bo'lgani hisobiga og'irlikka bardoshliligi ko'proq bo'ladi. Bemalol og'irroq yuk turadigan joylarga, ugolovlar, tagiga bemalol solib ishlasangiz bo'ladi. 3 metrga 6 metr. Kvadratiga hisoblasangiz, kvadratiga hisoblaydigan bo'lsangiz, xo'p, 18 kvadrat bo'ladi. 1 kvadrat metrni 120 ming so'mdan qo'yganmiz. Ushbu ko'rib turgan razmerlaringni faqat 25-gacha, 1 million 700 ming so'mga qilib beramiz. 3 metrga 6 metr bo'ladi. Buni boshqa razmerlari ham bor. Bular ko'rsatayotganlarning asosiy tovarlar bas. Hammasini 2-3 haftalik oralig'ida olib kelamiz bu gilomlarni. Hali oldingi eski tovarlarni yo'q. Hammasiga kelib ko'rib xarid qilsalar, endi bularning kavraning variantlari ham bor. Mana hozir ham misol ochilishini aytayapman, 100% zavod holatdan sizlarga ochib ko'rsatyapman. Buni o'zimiz salafallab, o'rab, nima qilib kuydirib, upakovka qila olmaymiz. Hop, razmeri 3 metrga 5 metr. 3 metrga 5 metr. 100% paxta polisterli. Bir yumshoqligi, naturalni ishda bu mana. Qalin gilom bunaqangi darajada g'ijimlanish uchun orqasida kleyk rahmari kam bo'lishi kerak va 100% to'qimali bo'lishi kerak. G'ijimlanib qolmaydi, materiali 100% paxta polisterli. Kleykani o'zi bilan ishirib qalin qilib qo'ymagan. Ikki tomondan ikki xil to'lanadigan 100% chekkalarda ko'jalari, popuylari bor. O'zimizda o'sha TGS gilam zavodimizda ishlab chiqariladi. Material Turkiyadan keladi. To'qilishi o'zimizda. Turkiya Sambesniy bu gilomlar. Narxini 1 kvadratini 145 ming, 150 ming so'm o'zimiz qo'yganmiz. Atrofda 180 ming, 190 ming so'mga sotiladi. Faqat 25-gacha. Men agar arzon aytayotgan bo'lsam, kommentariyaga yozib qo'yinglar, haqiqatda arzon bo'ldi deb.
shu ko'rib turgan gilomlaringni kvadratga hisoblasak 15 kvadrat bo'ladi. 3 metrga 5 metrlik razmerini 1.580.000 so'm qilib beramiz. Bu realniy narx bo'ladi. Narxlarda o'zgarish bo'lmaydi. Faqat shu videoda ko'rib turgan razmerlarning sizlarga tushsagina ushbu narx bo'ladi. Nisbatan razmeri kattalashsa, shuni pulini chachib turib, shu olayotgan kattaroq razmeringizga hisoblab beramiz. Razmeri misol 3 ga 4 bo'ladigan bo'lsa, mana shu ko'rib turgan gilomlarning razmeri 3 ga 4 variantini olaman desalaring, 1.250.000 so'mga qilib beramiz. 100% paxta polisterli bo'ladi. Bunisi yana ham kattaroq variant. Bismillah. 3 metrga 7 metrli mana. 3 metrga 7 metrli. Mana shu turishini 2.600.000, 2.700.000 so'mdan boshlab 3.100.000 so'mgacha sotilayotgan gilam bu. Hozir ham chekkalari koja va populi, materiali polipropilen bo'ladi. Qalinligini yaqindan ko'rsating. Qalinligi 100% qalin. Xudo xolasa shu aytib o'tganimizda 25-gacha homilamiz tomonidan sovg'alarini 100% qo'shib beramiz. 1 million so'mdan oshgan barcha xaridlar uchun o'ziga yarasha xaridlariga moslab, xudo xolasa chiroyli qilib sovg'alarni beramiz. 8 milliondan 10 million so'mgacha yo 10 milliondan oshiq xaridlar uchun eng o'sha nimasi bo'ladi. Qiymat balandroq bo'lgan televizor, pilisos yokida eng katta sovg'amiz shu 10 milliondan oshgan barcha xaridlar uchun shunaqangi xolodilnikimiz bor inshaalloh. Yaqinlashib qoldi. Xolodilnikka ham yaqinlashib qolishyapti inshaalloh. Ko'proq qalinroq gilam oladigan mijozlarimiz o'shanga yetib borib qolyapti. Endi 10 millionlik xarid qilish uchun yaxshi kassivniy gilamdan 5 ta olsangiz ham misol 2 million so'mlik gilamdan. Misol 2 millionlik gilamimiz o'zi bozorda 3 million, 3,5 million sotiladi. 2 millionlikdan 5 ta olgan taqdiringizda ham misol 5 ta olsangiz olsangiz ham bir donasidan 500.000, 550.000 bir dona gilamdan arzon olyapsiz. Ham bozorda shu 2 million, 2,5 million so'mgacha sotilayotgan xolodilnikda ham homiylarimiz tomonidan 100% qo'shib beriladi. Bu realniy narsa. Inshaalloh bizda aldov yo'q. Xo'p, 3 metrga 7 metr, 1 kvadrat metrni 120.000 so'm qo'yganmiz. 21 kvadrat bo'ladi. O'sha kvadratiga qo'ygan taqdirimizda ham 2 million 220.000 so'm mumkin bo'ladi mana shu turishi. Faqat 25-gacha bizga obuna bo'lib, shu videoni ko'rib, like bosib, obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga narxini 1.950.000 qilib beramiz. Bu realniy narx. Inshaalloh tushunarli bo'ldi deb o'ylayman hammaga. Kvadratini narx-navolarni eshitib zerikkan mijozlarimizga, obunachilarimizga menimcha manfaatli video bo'ldi. Bundan tashqari shunaqangi qalin gilomlarimizdan ham bor. Keyingi videolarda o'tkazmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Bularda ham yana sizlarga boshqatdan razmer yozib, keyingi videolarimizda hammasini narx-navolarini to'la-to'kis aytamiz. Metrajli paloslar, shunga o'xshagan kadrliklar hammasini bugundan boshlab shu kommentarlar o'qiyapman. Hammasini deyarli o'qib, to'g'ridan-to'g'ri javob berishga harakat qilyapman. Hammani talab va istoyiga binoan. Xo'p, metriga va turishiga narx-navolarni bugundan boshlab aytamiz inshaalloh. Xo'p, bizga obuna bo'ling, bizga like bosing, gilam olaman degan tanishlarga jo'natib qo'ying. Inshaalloh bizni endi ko'rib turganlar obuna bo'lib qo'yish ham eslaridan chiqmasin. Manzilimizni iltimos videoda o'tkazmasdan ko'ring. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat bozori ichkarisidagi Ziyo gilomlar markazi. Biz hozircha boshqa filialimiz yo'q. Biz oqtarib kelgan mijozlarimizga ularda kasbasi yaxshi gilomlar yo'q, unaqa bunaqa biz filialimiz shunaqa gap so'zlarga ishonmanglar. Inshaalloh kelib ko'ringlar. Mabodo didlanga yoqmay qolsa ham majburlash bas inshaalloh joyimiz bor, bir piyola choyimiz bor. Mehmon qilib chiqaramiz. Biz xafa bo'lmaymiz. Uzoqdan kelasizmi, boshqa joydan kelib ko'rib, yoqdi, ma'qul desangiz, narxlarni inshaalloh o'tib qilib beramiz. Yokida misol uchun men dedim o'tiradigan gilom yo'q ekan desalaring, bemalol yonimizda boshqa qo'shnilarimiz ham bor, bemalol gilom do'konlariga o'tib xarid qilsalaring bo'ladi. Bizdan tashqari boshqa gilom furushlar ham bozorda ko'p. Bizni birovga g'arazligimiz yo'q inshaalloh va kimnidir savdosini pasaytirish bas. Inshaalloh narx-navolarni arzon qo'yishimiz sababi xalqqa manfaatli bo'lish uchun gilomlarni asl narxiga sal bo'lsa ham yaqinroq xarid qilib duo qilib qo'ysalar ham bo'ldi. Biz bilan bo'ling. Ziyo gilom markazi hamisha bir qadam oldinda. Biz siz uchun harakatdamiz. Biz bilan vaqtingizni va pulingizni tejang. Hammalaringga kattakon rahmat. Tuningiz oxirida va xayrli, barakatli bo'lsin. Kelgusi kunda bizni endi ko'rib turgan mijozlarimizni ham do'konimizda kutib qolamiz. Rahmat hammaga.